Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 19-mart, hayitdan bir kun oldin. Mo'njalimiz 120 ta xonadonga produktni taxlash edi. Biz 100% produktlarni taxladik. Va 60 tasini bugun mana tarqatib yuribmiz. 3 ga bo'lindik. Bu bitta gruzovoy mashinamiz. Nargilari esa mana 3 ta qishloqqa bo'lindik. Bizda hattoki oshga mana zirvagigacha olganmiz. Bolajonlarga shirinliklar, tuxumi ham bor, молочный kefir, qaymoq, yogurti ham bor. 2 kilodan go'shtimiz, guruchimiz, choyimiz, gugurtimiz ham bor. Aytadigan, gugurtga ketib deydi, kino bor-ku. Siyani xlopya, murabbochi, qo'l bola murabbo. Parkentdan kelgan. Kolamiz ham bor mana. Shakarimiz ham bor, grechkamiz ham bor, unimiz ham bor, novotimiz ham bor. Onaxonlar yoshligimiz esida bo'lib, bu jonlarimiz har doim haligi zanachkada novot bo'ladi. Tak, kolbasamiz varyonniy, kopchonniy, sir. Tak. Piyozimiz ham bor, kartoshkamiz ham bor. Tuzimiz ham bor, sabzimiz ham bor. Yog'imiz bor. Karoximiz bor. Haligi sariyog'imiz bor va makaronimiz ham bor. Nonimiz 6 tadan va anaqa bolajonlarga shirinlik. Xullas kalom, 60 ta xonadon bugun kechgacha uy-mo'y yurib duolarni olamiz. Qani, ketdik. Sizga produkt olib keldik, navarlaringiz ko'p edi-ku. Ha, ular bog'irda. Qani, yo'lni boshlang, ketdik. Ertaga hayit mana. Shunga sizga ozgina ana shirinliklarni bolalar navarlaringizga olib keldim. Ha, beraman-da. Ha, mana go'shtni maza qilib oshni qilasiz. Rahmat. Tuxumlarni ham ko'proq qilib oldik. Mana pavidlar, varenniy, shirinliklar, Jonlilar sog'. holvani yaxshi ko'rishingizni bilaman deng. Rahmat, bolam. Qaymog'i ham bor, kefiri ham bor, siri ham bor, ko'k choy, sariq choy, hammasidan oldim deng sizga. Xullas mana to'la korobka hammasi sizga. Rahmat. Bizga birdi berdi, Allohga mingda bersin. Hayitga keldik biza. Navaralar bormi? Qabul qilasizmi? Kiring, kiring. Ana bolajonlarga shirinliklar. Nogironligi bormi navarangiz? Ha, o'zingiz qizingiz. Sipa yotadi. Qotib qolgan. Ha. Yordam kerakmi? Anaqa muhtojliklar bormi? Kasalligiga dori-darmon. Buni hech qanaqamiz yo'qdir-da. Davosi yo'q. O'shancha senga rivojlanmaganda, 14 yashar bo'ldi. 14 yosh. Ha, puli ham bir sayotamiz. Bir xonada yashaysizlar. Ha, mana bir xona. Ilohim topgan sizga baraka bersin. Allohu akbar, boringizga shukur. Ikki shirinmi? Ismingiz nima sizni? Samiya. Mana qarang, mana qizingizga yana shirinlik beraman. Ana, rahmat. Aytgansiz, mana sizga to'p qo'yaman. Sizga ko'p shirinlik olib keldik, xo'pmi? Ushla, bu senga. Ha, tanib qoldi, ha? Bu ham senga. Ukalaring bormi? Buni ukalaring bilan bo'lishib yegin. Bu uyda 5 ta bolasi bor, opamiz bor ekanlar. Opamiz ishda ekanlar. Shunga mana bu bola axranik ekan. Shu axranikni qo'liga topshirdik. Mana buni oyingga berib qo'ygan, xo'pmi? Bo'ptimi? Malades. Keyin men olib kirib beraman. Qani kir ichkariga. Jahoniy bilan yaxshi yashashadagi kuyovlar bo'ling. Alloh akbar. Любишь сладости? Вот это все тебе, ладно? Давай, можно поцелуй тебя? Chiroyli qiz ekan, shirin qiz ekan. Modlardan qaytarmasa Xudodan qaytsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Держи. Rahmat azizlar. Давай. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Amin qilib qo'ydim bitta, amin qil. Ilohim ko'proq narsalar berdingiz. Sizga ham qaytsin. Har doim berasizlar, hammaga sizni har doim ko'ramiz. Молодец. Allohu akbar. Давай, sportsmen bo'lgin, tushundingmi? Yomon yo'lda yurmagin. Men bizga rashtagamga Mana bu bitta erkak kishi ayolsiz boqadi, bitta qizchasi bor. Ha, olib kel, rashtaga ham bitta olib kel.
Aka-chi. Ol. Charchamayapsizlarmi? Bitta produktamiz, hamma narsamiz bor, ichkariga olib kirgan. Zargohda qabul bo'lsin. Ehson berguvchilarni ham umrzoq bo'lsin. Keyingi hayitlarga ham eson-omon xatorimizdan kamchiliklarsiz o'tkazaylik. Здравствуйте. Hayitlaringiz bilan. С наступающим праздником вас всех. Katta rahmat va Mi balek. spasibo. Ming bersin, rahmat kattakon, ro'za Ramazon oylariga qilgan ehsonlaringiz qabul bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Sizlardan oling. Ushing o'zi. Bitta oshlik qilib berasiz endi o'zingiz. Chiroyli qilib osh damlab, hamma produktamiz bor. Bitta duo qiling. Sizlar bizga bersangiz, sizlarga Xudo bersin. Iloyim mana shu bergan mana shu hayit ayyomi arafasida qilgan ehsonlaringiz iloyim ijobat bo'lsin. Мы к вам в гости пришли. Здравствуйте, говорит мать. Здравствуйте. Идемте. Как вы? Как вас зовут? Это вам. Allohga baraka bersin. Nima niyat qilamizni niyatiga erishib yuringlar iloyim. Bizga 11 Allohim sizlarga men bersin iloyim. Rahmat sizlarga. Qizimga yetaman, to'g'ri qizim bor, yetaman, duo qilib qo'yadi sizlarga. Rahmat sizlarga. Necha kuni kelgandan niyat qilib o'tirdim aytdi. Mayli dedim, indamadim, ketdi. Mayli hozir bolam yonimda emas, ko'rdim, bolam internatda o'qiydi. Bugun olib kelaman bolamni hozir borib. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья, долгих И вам лет тоже. жизни. Доброе дело делаете. Дай Спасибо. Бог всего хорошего. Bizga berdinglar, sizlarga Xudo beraversin. Charchamang, kelamiz yana. Kelasiz. Alloh akbar. Joyida qabul qilinglar. Amin. Alloh. Allah, marhamat.